Assalomu alaykum. Mana bugun oldingi videolarimizda ham bir yuzga keluvdi bu hali Namangan avtovokzalidagi joy. Mana yangi kompyuter olishdi, mana blok, printer, shularni uстановка qilib, sozlab o'rnatib beramiz. O'rnatib bo'lgandan keyin video qilib ishlashlarni tashlaymiz. Hozir mana Epson printer ochdim. Mana blok bittasini qo'yib oldim. Bunga rang qo'yibdimiz. Rangda e'tibor beradigan narsa, mana oldini ochamiz-da. Mana shu yerdan quyiladi. Mana bu yerda o'z belgi qilib qo'ygan mana C. Mana bunday belgi qilib qo'ygan. Shu rangiga qarab turib quyilaveradi mana BK bu qora rangi. O'zi nimasini belgilab qo'ygan, shu chizig'igacha quyilaveradi. Xo'p do'stlar, mana bitta mana blokimizni tayyorlab bo'ldik. Sizlarga bitta life hack deydimi, shunaqa narsa ko'rsataman. Ko'pchilik kompyuterni programma qildirgandan keyin printerim ishlamayapti deydi. Printer Windows yangilagandan keyin o'rnatilgan, uстановка qilingan narsalar o'chadi-da. Printer bog'dan turib, qanaqa printer bor biz bilmaymiz, o'rnatib bera olmaymiz shunga. Men printer o'rnatishni sizlarga ko'rsatib qo'yaman mana. Internetdan tortib o'rnatishni. Google'ga kirib olamiz, brauzerga. Printer modelini yozamiz bizdagi. L3258 Epson aka. To'g'ridan kiramiz. Sonra 64 bitligi. Mana tortibdi. O'rnab bo'ldi printerimiz. Hop, mana ishimiz bitti. Printer o'rnida. Hop, endi ishlashlarini bir tekshirib, YouTube'ga kirib, nima yozamiz? Yana o'sha men yoqtiradigan Yasseral dasturini Mu'minun surasi yoki Isro surasi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من
المسجد xohlasa hammasi ishlashi yaxshi. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. To'xtatamiz oyatda. Xudo xohlasa hammasi yaxshi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa yoki mana shunaqa monoblok yo ofislargami kompyuterlarni masalan monobloklarni terish kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda ham o'zimizda ham oldi-sotdi xizmatlari bor. Murojaat qilishinglar mumkin. Nima xizmatlar bo'lsa, biror muammongizni bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.